Tak, bugun biza zapis ketyaptimi? Salomlashibmasiz, ha? Hozir modada emas-ku salomlashish. Siz salomlashing, hurmatli. Ana ekspertlar aytayapti-ku, salomlashmasdan boshlanglar videolaring deyapti. Bo'pti, mayli, hammaga assalomu alaykum. Biz hozir poyezdda mana poyezdga ketyapmiz. Samarqandga musobaqaga chiqadigan shogirdlar bilan kichkinagina mini sbor qilishimiz kerak. Bu atletlarni даже bir-birini tanimaydi, bular bir-birini ko'rmagan. Hozir hammasini bir joyga yig'ib, pozirovkalarini ko'rib, formani, ahvolini ko'rib, kichkina bir mini sbor qilishimiz kerak. Inshaalloh o'shanga ketyapmiz. Sportsmen bittasi bu yoqda. Mana ko'zlaridan bilinib turibdi. Video olyapmiz, blog olyapmiz. Blogmi? Ha. Mana Hamza. Biz eng aytganini qilmaydigan shogird mana. Disiplina 0, motivatsiya 1000, lekin disiplina 0. Zoomer. Nechinchi yilsiz? Ha? Nechinchi yilsiz? 2005. 2005 Zoomer bodybuilder. Zoomer bodybuilder. Yo, rostida. Sizni storieslaringizni ko'rsam men asabim buziladi. Xo'sh, keyingi kadr xudo xolasa Samarqanddan olib boramiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Ha, Oxygenga yetib keldik biz amallab. Zalni ko'rsating. Zal qaranglar qanaqa. Bomba. Zal zo'r, salqingina, mazza. Hozir Fedyaga kelsa ta'bid qilamiz. Sushkadagilar bitta sabr qiladi. Biz bitta ta'bid qilamiz. Sizlar bitta kardio qilasizlar. Keyin davom etamiz qolganini. Ha, videoda katta ko'rinadi, lekin в принципе нормальный kattaligi hamda. Plotniyda trenajyorlarda qarang, zich turibdi hammasi. Zo'rda, keldingiz, ishladingiz, ketdingiz. Atmosfera zo'r. Salqingina. Chiqimboy, bugun trenovka qilasizmi? Ha? Bahonada shuncha mana sumkangizni nima bor? Forma olmadingizmi shunchasini olib? Shuncha narsa olib. Bugun bularni qing'ir qiyshiq pozalarni to'g'irlash kerak. Kibrik pozalarini to'g'irlash kerak. Firdavs akani opit kattaroq poza bo'yicha. Shuning uchun keldikda, ko'radilar, qo'yadilar. Chunki perihodlaring vobsheda bu musobaqadagi sudyalar ham zerikib ketadi perihodlaring ko'rib. Ayni hozir как раз bir oy qoldi-yu. Endi bu yog'i har kuni tashlaysiz. Har kuni poza qilib video tashlaysizlar. Har kuni. Men ko'rib aytaveraman kamchiligini. Endi zo'r qilib bo'lmasa ham xataba yaxshiroq qilish kerak-da. Xataba sar perihodlarni plavniyroq qilib. Chunki turklarda bari opit kattaroq, chunki ular Germaniyada, Ukrainada, yo'da bu yerda musobaqalarga chiqib yurgan bolalarda, ularda ko'proq. Bizda endi boshlanyapti-yu. Hali uncha opit yo'q bolalar. Так что ishlaymiz. Programmaga Misol, допустим, mana shunaqa vaziyat bo'ladi. Mana shu odam masalan 6 oydan beri, 7 oydan beri men bilan 30 kilo, 35 kilo bas tashlaganlar. Bu odamda shunaqa atrofda hamma kliniklarga bu odamda shu narsa paydo bo'ldi. Qilaymi deydilar-da. Agar o'zi boshqa trener bo'lsa, tiqib tashlaydi-da. Men qilaman bu odam biznesmen, hayotini ko'tarib turib, normal trenerga turib, holati zo'r, jinsiy hayot zo'r, hamma narsa zo'r. O'zi men ham format qilsam, misol format qilsam, musobaqa chiqmaydi bo'lsa. Hayotning yarmisini mazasini qochirgan bo'laman-da. Bitta problemasi, 3 ta problema bor. Analiz topshir, hali aptechniy preparat, buni top, hayot ketdi shunmi? Tinchgina yo'lda ichim berish kerak. Sog'lom, og'zi hech qanaqa tanasidan hech qanaqa noyat joyi yo'q. Mana shuncha qorin, ariqlagan o'zidan o'tgan o'zi bilan qanaqa kayfda yuribdi. Endi prosta har safar zalga endi chiqqanlarda maqsadi bo'ladi. Kimdir qorin yo'qotsa, undan keyin o'sha ikkinchi maqsad, press chiqarish, muskulatsiya sifatli bo'lish, maqsad o'zgaraveradi. Shunaqa. Endi bu odam endi Husaynni ko'radingizlar misol. Press qilmoqlar kelyapti. Bitta press qilsalar keyin musobaqa chiqqanlar keladi. Da, maqsad o'zgaradi. Shunaqa bo'ladi. Maqsadi velosiped olsa, katta bo'lganidan keyin mashina olish, itakdalik
maqsadlar o'zgaradi. Kimdir maqsading nima desa, uni aytish juda ham qiyin-da. Sekin hozir maqsading misol oilali bo'lish, farzandli, bittadan yana maqsadlarni o'zgarib kelaveradi. Maqsad o'zgaradi. Birinchi o'rinda chempion bo'lish. Ha, hozirgi maqsading qisqada, bu yerda seving musobaqa. Musobaqadan keyin medal olgandan keyin xudo xolasa o'sha keyingi maqsading paydo bo'ladi. Maqsadsiz yashash qiyin. Lekin hozir zo'r vaqtda sizlarda. Chunki sizlarda maqsadlaring aniq, fokuslaring aniq, rutinalaring aniq bo'ldi. Turasan, qiladigan ishing aniq. To'g'ri. Yaxshi trener, aldaydigan odam yo'q. Bizga o'xshab 300 tadan aldanib, keyin kelganlar yo'q. Ketdi sizda nima? Shuning uchun qadr etish kerak. Aqlonmi? Ketdik. Sen bo'ldingmi? Sen o'sha pozirovka tayyor. Bo'ldi, bular bitta mashq qilib qolgan. Sen nimalar o'g'ilot kam bo'ldi, yana berish kerak edi. Shu 500 mana 8 berish kerak edi 2 kun. Soat zalga 4 ta kelaman, ha, ovqatim yeb bo'ldim deydi. Ha, bo'lib yesang o'zi yeb bo'lamiz. Polni hammasini. Kechgacha keyin och yurasizmi? Och bir xil endi yuradi. Chunki birdan yotdiki, o'sha ochligim ular 4 ga bo'lib yedigansizki, 4 ga bo'lib yediganlarchi bu odam endi bir kunligiga taqsimladiganlar-da. yo serviskada poldan olib, mezotda bo'lib ular unda ishni bo'ladi-da, 2-3 mahal yotadi. O'zi aytuvdim, men 2 bo'lim dedi. 2 ga bo'lib yesam maylimi deb so'rovdi. Ha, adashmasam so'rovdingiz. Men och qolmasangiz mayli dedim. Och qolmadim. Mayli. Och qoldim, men yotolmayman, bilmadim. Ertalab. Kechqurun ishda yotasiz. Kechqurun kech kelganligi uchun 12 da yotadi. O'sha ozgina uglevod olib qo'yish kerak. Kechqurunga. Ozgina uglevod olib qo'ysangiz bitta urasiz, sal uyquga ketish osonroq bo'ladi. Shuni ham sababini tushuntirib o'ting. Kechqurun uglevod. Insulinga bularning sezgirligi baland-da. Hozir sushkada bo'lgani Ha, sushka bo'lgani hisobiga insulinga sezgirligi baland. Uglevod deysiz-ku, birdan qonga qand ko'tariladi, insulin birdan chiqadi, birdan uradi buni. O'sha payti uyqu keladi. Odam sal slabis bo'ladi. Ko'taradi-da. Yo'q, quvvat tushadi. Ya'ni insulin chiqib qondagi qand miqdorini pasaytiradi-yu, o'sha pastgan vaqtda sal slabroq bo'ladi-da, uyqu keladi o'sha payt. Shu paytda uyquga kirib olasiz. Uyqu gormoni shuni aytyapman. Bularga hozir melatonin bo'lishi uchun oldin serotonin bo'lishi kerak edi. Serotonin keyin melatoninga aylanadi. Bular stressda yuribdi-yu, kortizol pikda. bu prion bu. Bu просто ana u xiyla deydi-ku. Ha, короче, sushkada ximik natural uyqu buzilishi bir xil ekanda. Buziladi. O'sha yog' foizini kamayadi, organizm stress tushgan hisobiga shunday bo'ladi. Kortizol ertalab uyg'onish uchun kortizol ko'tariladi-yu, bularda kortizol pikda u doim bo'diriydi bular. Kortizol normal ishlash uchun nima qilish kerak? Aka, yog', lekin bularda iloji yo'q endi. Bu sportda biza qilayotgan ish bor-ku, sog'lom emas. Rostdan sog'lom emas bu. Tanada yog' foizini kamaytirish, sog'lom. Gormonlar tushadi, libido tushadi, fertilnost tushib ketadi, testosteron tushadi, immunitet tushadi, asab buziladi. Ishoning, biz qilayotgan ish sog'lom ish emas bu. Shuning uchun ko'p vaqt yurib bo'lmaydi bu. Ha, shunaqa. Tushib olamiz, musobaqaga tirs qaytib chiqib ketish kerak. Yil 12 oy bunaqa yurib bo'lmaydi-da, bu sog'lom emas bu narsa. O'ylaydi, quruq, ana hozir ham eshitdim, kimdir aytdi ichlaringdan-da. Siz aytdingizmi? 10-12 da ushlab yuraman. Men boshqa oyoq olmayman. Xato bu. Agar shundan boshqa go'sht kerak emas menga desiz, yuravering. Lekin go'shtim kerak menga, yana go'sht o'stiraman desiz, 15-16 ga sal chiqasiz, iloji yo'q. Endi aytganingizni sekinroq chiqamiz-da. Eski tiq tashlash yo'q. Hammasi nazoratim ostida deydi-yu. Qo'rqmanglar. Shunaqa momentam bo'lib qolib, bir payt 2 da yotib qoldim-da. Shuni lekin qornim ochligidanmi, bilmadim. Ertalab uyquga to'yib turaman, misol 6 da. Bilmadim nima. Bodirda, polni yurgandan kortizol baland. Kortizol uyg'otadi-ku odamni o'sha ertalab. Sizlarda itak o'zi tushmaydi hamda o'zi uncha-munchaga. Shuning uchun bodring. Sovuq suvga tushdiki, o'shachi. Bular Soat uxlasam, chiqishim to'yganimiz. Sovuq suvga tushsachi. Ketdik. Kantelni oling. Ha, yo'q-e? Sizlar ishlab bo'ldinglarmi? Sizda nima qoldi? Tez ko'tarish sovuq suvga tushish. Masalan, menga yoqmaydi sovuq suv.
isbotlanmagan narsa, chepuxa. Bitta podxodmi? Qilib keling, boshlaymiz pozani, ko'ramiz. O'zi pik-pikdan spotlanmagan endi odamlar ishlatadi. Hammaniki har xil. Bo'ladimi? Yo'q, ketdi, so'ramiz. Shuni cho'p bosib yotdim. Beşende ishladim. Beşende ishlayapman 32 da. Kameracha zo'r ekan, Ha? Sole. Necha ishladingiz? 32 yarimda 8 ishladim. 80 qo'ydim. Bul yana 32 ni olingchi. 34 ni oling. Reklam bo'lib qoldi-yu. Ha? Magazinda boshqa yo'q ekan. Atletga qorasiz. Mana shunaqa akalardan motivatsiya olaman-da. Assalomu alaykum. Endi yetdi. 30 dan ziyod olmasam bo'lmaydi debdi-da. Bu, ha? Siz allamaqa muzikchalar ko'p. 57, 60, ahvol muzikchalar. Mayli, ketdik. Chiqilib olasizmi normalni? Sal tezroq tushavering, salgina. Yana ham tezroq tushsa bo'ladi. Ana shunday normal. Hozir yuzaki muskullar o'rganyapman-da, imенно mana shu bitta atletdan yelkan ichiga ulangan-ki, hozir shunga ishlanibdi. Bitta uzun mishsa ketgan-ki mana bu yerdan. Ha, o'tib ketgan. Ha, yelkan ichiga ulanganda. Yana bitta bo'ldi. O, Zo'r. bo'ladi. Mana shu necha deysiz mana shu? RP necha mana shu? Mana shu RP 8 da bu. Ya'ni zapasda katta ehtimol bilan ikkita bor. Katta ehtimol bilan. Chunki tezlik endi o'zgardi. Men bir xil videolaringizni ko'raman, tezlik o'zgarmaydi. Ya'ni birinchi pavtor bilan oxirgi pavtor deyarli o'zgarmaydi. Bir xilda. Qanaqaqiyalarmi? Tempi bir xilda. Lekin atkazga yaqin deydi. Yo'q, atkazga qachon yaqin bo'ladi, tezlik o'zgarsa. Bu safar o'xshatsangiz shunaqa qilib o'xshating. Fikr qiling. Qo'yib o'sha set yaxshi ko'rardim-da. Nima qilib? Ishlab qo'ydim. Yarto'ga video qo'ygan edim. Adlakan yozdim. Men ko'rishib qoldik. Shu bilan Majlisda 2-3 marta chiqdi-da shunaqa video. Sizniki yana kimnikidir, yana kimnikidir chiqdi-da. Men qiyshaydim, aytdim. Men unaqa kitob o'qitsangiz bo'lmaydimi derdilar. Dayni o'yibdi. Keyin o'sha paytda mana bilasizmi nima o'ylayapti? Haqiqatdan olishga men qarayapman. Bu kim o'zi deyapman. Sen formasiga qara, men formama qara deyapman. Realni bu narsa. Hozirgilar ham shunday o'ylaydi bu narsa. Keyin o'zi bir gaplashib tushunib yetgandan keyin chunki menda 95 100 benzin turibdi, menga farqi yo'q-da. Men superset ishlaymanmi? Ganpeni ishlab o'yimga olib ketamanmi? shunday. videolar, shunday ishlardi. Hammasini qilardim. Videolar bor, rekord bor. Spinaga qo'shishadi. Lekin baribir men ko'rsatgan mashqlar unchalik ko'p emas, o'sha paytda. Men bir xil mashqlarni ko'raman. Ishda misol bitta spinaga 6 ta bitta mashq 4 podxoddan ishlaydi. Hozirmi? Bor shunaqa ishlaydi. Men o'zim aka 3 ta mashq ishlayman, 3 podxoddan bo'ldi. Hozir ham. Ha, 3 podxod. 3 ta mashq ishlayman spinaga. Kelajagga, qalinlikka. Trapga uraman bo'ldi. Bo'ldi-da o'z boshiga nima kerak? Yo'q. Misol Shirachayshning o'ziga masalan bir xil shunaqa trenirovka qiladi. Spinaga ishlayapganda bitta muskulga 3 ta 5-6 ta mashq qilib qo'yadi. Bittani o'ziga. Ha. Spinaga ishlayapman deydi. Ha. Bilmaydi. Chuqurligiga, eniga, Yo'q, trapetsiyaga. yo'q, bilmaydi. Borda shunaqasi aka.
Mana 3 kunda bittasi. 3 kunda bittasi. Birinchi mashq 5 подход, razminka, keyin 5 подход vес qo'shib borasan. Undan keyin uyga borasan, bir hafta dam olasan. Shu tiklanish kerak. Uni ertaga yana trenovkasi bor-da. Ertasi kuni trenovkasi bor-da uni. Короче, muskul skeletdan qochib ketishga tayyorda tushyapsiz. Yechilib, suyakdan yechilib. Ketdiga nima qilyapti bular? Даже semiklarim bor bunaqa qilib G'alati ekan, ha? Og'ir emasmi? Mana go'shi bir qurimaganda. Mana Cherokida past qismiga shifo ishlaydi. Bumi? Yo, bu krugliga. Bilaman shu. Past qismi. Pastki qismiga siz tortasiz-ku, ana shu. Zo'r beradi. O'zim men misol video olibsiz, savol berasiz. Hali ham borda shuni pastiga yuradigan. Ha, bunday. deb aytadilar. Bunday ushlaydi, mana. Ishlayapti deydi. Ishlayapti, tomog'ini ushlasa, tomog'i ham ishlayapti hozir. Bunday qilgandan, lekin tomog'i o'sayapti degani emas-ku. Bittasi qaytdi dedi, zo'riq ana u. Nima dedi? Zo'riqadi-ku deydi. Ishgandan ham zo'r qiladi. Ha, men aytdim. Men dedim, tualetga kirib kuchanasan dedim, ko'tim teshig'i zo'riqadi, lekin o'sib ketmayapti-ku dedim. Men qo'pol tushuntirdim-da, odam tushunmayapti-da, yetib bormayapti. Qo'pol qilib aytsasiz-da, yetib borish uchun. Zo'riqadi, lekin o'sadi degani emas-da. Stimul bermasa. Ha, zo'r savol esimga keldi. Masalan, natural atletlar harakat qiladi, mikro shikastlanishdan uzoqlashishga. Siz qaydan bilasiz shu shikastlanish bo'lyaptimi, yo'qmi? Diapazon повторения biz nazorat qilishimiz kerak bo'ldi. Ya'ni hozir biz Ma'lum bir vaqt, ma'lum bir bo'lishi mumkinmi shikastlanish? bo'lishi mumkin. Nimaga e'tibor berish kerak? Texnika birinchi o'chiradi. Texnika. Birinchi o'chiradi texnika. Qaytaruvlarni ichida qolishimiz kerak. Umumiy podxodlar bazasi. Podxodlar, da, endi общий. No, misol trenirovkani o'zida hozir men uverin bo'laman, bu travma, mikrotravma olmadi. Qachon texnikasi yaxshi, siltamayapti, cheating qilmayapti hammasi. Ikkinchisi, belgilagan diapazonga tushdi. Masalan, 8 ta qilar qilmas отказ qildi. Bo'ldi, qila olmay qoldi. Все, normal. Qanaqa vaziyatlarda mikro shikastlanish bo'lishi mumkin? Mana hozir 8 ta qiladi, texnika bilan chiroyli. Keyin dalshi cheating qilishni boshlaydi. Ha, u ketmayapti, turadi. Mishsa charchagan, уже kuchi yo'q. O'sha yerda travma olish ehtimoli baland. Dalshi. Travma degani endi ko'pchilikda travma noto'g'ri. Ha, no da, mikrotravmatizatsiya. Yirtilish. Mikro yirtilish. Bir xil aytish mumkin, og'risa demak mikrotravma olgan deydi. Har doim ham emas. Mana o'zi ma'lum-ku mana shu. Krugliy. Ana shu krugliy. Endi bir 2-3% misol o'tishi mumkin, lekin men aytaman. Chunki shirokli bo'lgan hisobda bu Buni men o'zim mana dars berganlarimda ham bolalardan har safar so'rayman-da. Chunki hamma shunaqa deb o'ylaydi-ku. Trenerlar keladi. Qaysi mishsaga bu? Desa, shirachaychiga deydi. Keyin sekin tushuntirasiz. Stimul bo'lishi uchun, o'sishi uchun mishsa nima qilish kerak? Nagruska ostida to'liq cho'zilish kerak, to'liq qisqarish kerak. Endi bu mashqda qaysi mishsa to'liq cho'ziladi, to'liq qisqaradi? Faqat krugliy. Shirachayshi to'liq cho'zilishi uchun siz ustga olishingiz kerak. To'liq qisqarishi uchun ham. Hozir bunaqa olganimizda u na to'liq cho'ziladi, na to'liq qisqaradi. Yana bitta savolga javob. O'ttada qolib ketadi. O'zim bitta kontent bo'ladi. Bitta yana savolga javob berasiz. Qarab qo'ying. Qochishimiz, Abdulaka. Qaysi mishsa ishlayapti demoqchisiz. Planirованный xvat bo'lsa,
Bitsipsni olib tashlaymiz. Ha, biceps emas, qanotda. Da, bitsips kamroq ishladi, deyarli ishlamadi deymiz. Qanotda men biomexanikasini ko'rmaganman, lekin shirachashini sredniy segment yaxshiroq ishlaydi deb o'ylayman. Shunday. Xuddi shu holatda обратно ishlaymiz. Buni bitsipsga deydi bir xilla. Lekin men to'rsam biceps ishlaydi. Men lekin bundan o'qimoqchiman. Buni aka siz chusut qilasiz. Endi hozir bor-ku, xuddi shu turishingizda. Ya'ni mashq qilmay o'tiringda. Hozir o'tirdingiz-ku, engashdingiz, ozgina engashdingiz. Mashinani tortyapsiz, ha? Qo'lingizni ko'taring. Endi mana. Endi mana buni yozing. Bitta qo'lingizni qo'yasiz, trenajyorni tortasiz o'zingiz. Ha, xuddi o'sha ugl. Ha. Xuddi o'sha ugl. Endi men bundan tushundimmi, kontent shirachashini oladigan bo'lsak, sredniy-ku mana maytdan boshlansa, bunday boshlanadi-da, ingichkalashib ketadi. Keyin bana o'sha kruglga ulanadi. Mana shu o'rtaroq qismiga-da. Endi sizga boshqacha shirachash. O'rtasi. Ya'ni tepasi vertikalni ketgan, pasti teskari. Bu gorizontalni, bu vertikalni ketgan. O'rtasi diagonalni tolasi bor. Husaynbekda. Bularda zo'r ko'rinadi. Ya'niki hozir Abdulla akam aytadigan narsa Mana shirachash. pasi bunaqasiga ketgan, buni bunaqasiga demoqchi. Ha. Shirachash mana maydan boshlanadi-da. Bunday bo'lib, mana bunga o'tib ketadi. Mana u qismi tekis tolalari. Mana u qismi vertikalnida pashti tekis ketgan. Tarafdan tashqari. Ha, bu yog'i mana bunday, bu yog'i bunday. Hozir siz ko'rsatgan mana o'rtani oladi-da. Shunday, ha. Lekin siz qilgan ishni hamma ham qila olmaydi. Ya'ni mishsani his qilib tortadigan odam qiladi. Atak nima uchun qilolmasa kerak? Nima uchun biz bittalik ishlaymiz? Bittalik ishlaganda men svobodroq turib, до конца cho'zaman, pastki qismi ham ishlaydi. Hozir biz bu ko'rsatgan mashqimiz shirachashini tepa qismi, sağligina mana. Pastroq emas, mana bu yerda. Shu mana u bilan mana uni o'rtasi. Endi mana bu yerda men ugldan farq qiladi. Sal pastroq yotganim uchun pastroq. Da. Agar tekis bo'lsa, kimdir bitsepsni ishlatib qo'yishi mumkin. Shuncha aytdim, buni sizga o'xshagan odam qilishi mumkin. Продвинутый his qiladigan, burchakda ushlab oladigan qilishi mumkin. Misol oddiy hali tajribasi yo'q odam o'tirsa, to'pa bitsepsga qilib qo'yadi. Lekin oldiga ishlaganda aniq bitsepsni ishlaydi. Unaqa odamlar uchun trenajyorga o'tirsin, o'sha trenajyorga отдельно ishlasin. Unda endi bu ham pulli ma'lumotda, agar qo'yib yuborsalar Instagramga. Bu ham ko'pchilik tushunmaydi. Masalan, ko'raman-da yoshlar, na shirok ushlashini biladi, na unaqa ushlashini biladi. So'rasangiz, menimcha ayta olmasam kerak, nimaga ishlayotganini. Trenerlar ayta olmaydi. Qanotga bo'ldi. Ketdi, bo'lsing. Shu yoshlarga qanaqadir o'rinda motivatsiya To'xtang. Sal jicha orqaroq turing. Bo'ldi. Ozgina sal orqaga yoting, ozgina. O, bo'ldi. Buni tek qizi shart emas o'zi. Mana shunday. Mana shunday. Yana ham ozgina pastroq. Yana. Ketdi, qarang. Mana bo'ldi, mana shu. Glavoy mana shu krugli qisqarsin, bo'ldi. Qolgani ko'krakka tek qizi shart emas. Bo'ladi. Go'shi bor, yog'i ham borda. Trap muskul bor-ku, aka, men miyaga ulanib ketgan-ku bu yerdan, polnima degan kelib. Olmoq. Imенно mana shu muskul mamda joylashganmi shuni? Ko'rdimda shu. Bunday? Ha, masalan qarang. Mana bu mushsa. Xo'p. Trap muskul mamda ketgan-ku. Xo'p. To'g'rimi? Imенно mana bu yerda. Mamni mushsasini taroqday bu. Yo'q. Shuni tushuntiradi-da. Tekis tushgan yo'q aka. Tekis, ha? Tekis tushgan. Masalan, bunday, ha? Men hozir ko'rmayapman, mana shunday ketganda, tekis ketgan mushta, tekis. Taroqlar. Ya'ni bunaqasi yo'q. Ha, taroqlar qanday joylashgan? Tekis. Tekis, ha? Tekis. U taroq ana u patsimon deydi-ku. Ha. Patsimon mushta deltada bor, ozgina, kvadritsepsda bor, ozgina. U patsimon mushak qayerda bo'ladi? Joy kichkina, lekin katta ves ko'tarish kerak bo'lgan joyda bo'ladi. Delta joyi kichkina-ku, lekin ves katta ko'tarish kerak. Oyoq muskulini
tovuq, o'rdakka oyog'iga o'xshatilar, 3 ta qismdagi muskul. Ha, u ana u. Oti nima? Приводящий deydi. Taroqsimon. Kvadritsepsda bor bunaqa mushka. Patsimon. Chunki joy kam-ku, joy kam joydan kichkina maydondan ko'p ves ko'taradigan mushaklarga qilinganda, bir Xudoning yaratgani idealniyda. Lekin har bitta muskul o'zi kachasi qilish uchun emas, o'zining har bir vazifasi bor ekan. Masalan, funksiyasi bor. Nimadir olib berish uchun. Funksiyasida Ko'krak mushaklar esa masalan nimadir bu yoqqa tortish uchun. ana shu funksiyani yaxshi bilsangiz, keyin to'g'ri mashq qilasizda. Funksiyani yaxshi tushunsangiz, mana bu o'zingiz do'ba narsa ishlashingiz mumkin ekanda. To'g'ri mashqni o'zingizga moslab o'zingiz to'g'ri tanlaysizda. Nimaga qilyapsiz bu mashqni? Misol hozir bir ikkitasi chiqqanda trenerlar. Men deydi, nima deydi? Tipa eski mashqlar nima deyiladi? Ba'zim klassическим. Men old school qilaman, anaqa troslar ishlar. Asan trosda ishlash uchun senda miya kerak bo'laysan-ya. Muskulda miya yo'qda, siz trosda ishlayapsiz, amerikanskiy gandalik bakalashga ko'tarasiz, unga nima qiziq yo'qda. Muhimi shu to'g'ri texnika, to'g'ri stimul berish kerak. Yo, video qilib chiqqanda odam aslida men aslida ko'proq so'rqay bilmayman. Siz men ko'proq trosda ishlashga kayf qilaman-da. His qilaman, trosda ishlayman. Aka, e'tibor qilsangiz asabingiz yetmaydi-da, qo'yavering. Bir videosini qo'yib bir gapday deyman, misol, oddiy misol, ikkita 3 ta trosda ko'rsatib mashq qilaman-u, nomini aytmayman. Keltirib aytgan, qarab mushaklar qaysilar ishlayapti. Endi bilmadim, agar imminni sizga qandaydir adresovat qilib aytsa, buni siz vaqtingizni ketkazib, bunga chiqarib bir tushuntirsangiz arziydi. Aka, nima uchun bilasizmi? Masalan, men istoriyada qo'yamanki, ko'pchilik kuzatadi, подписчикlar tashiydi o'shanman. Men uni kuzatib yurmayman. Go'yoki men noto'g'ri ishlaganda, biz ham bunaqa narsalar qilmaymiz, oddiy jaydarachasi, debdi, old school ishlaymiz deb. Ishlayversin, mayli, nima qilasiz? Tushunmagandan keyin ishlab nimadir xato qiladigan dedi. Buni ana o'sida aka tushunmagan odam tushunmaydi. Masalan, kraynisda ikkita chekkasi borda, haqiqiy doim o'rtada. Masalan, faqat gantel shtanga, bir tomonda faqat tros, bir balolar, mamlaqa uprazniyalar, datchik bat bir bu tomonda. Ha, shuni. O'shuni o'ttasiga kelish kerak. Kerakli joyga buni ishlatish kerak, kerakli joyga buni ishlatish kerak. Yo'q ekan. Oldin olishlardan. Shiracha ishi. Tepa qism. Men ariq to'g'ri. Bu trap bu. Trap. Shuni qo'yganman, bormi? Men hech qasini o'qimaganman, bir xil ishlaydigan narsa. Aka, u Arnold qilgan degan odamlar o'zi trenovka qilmaydi. Eng qiziq qarang, ular qanday ishlaydi. Ha, ketdi. Bel birdan muskul ishlayapti, tana bilan tosh bilan kiyib ketdi. Aka, ular belni qachirdi. Faqat lower back. Men aytyapman, tanani joyida ushlashing kerak, muskul ishlashing kerak deb. O'sha past o'tirib 1 million bo'lgan, bir Arnold ham neft turib menga qarab. Boshqa o'sha davrda bilimli bodybuilderlar bo'lgan, masalan Mike Mensermi? Endi u payt bilasizmi, eksperiment ko'p bo'lgan. Odamlar o'zini ustida eksperiment qilgan. Lekin mana misol uchun aytadi-da, mana bu odam deydi, superset qiladi, to'g'rimi deydi, yoki mana bu odam deydi, faqat Mike Menser misol og'ir tosh ko'taradi, to'g'rimi deydi. To'g'ri, bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Deysiz. Men hech shunday deyman. O'sgan deydi. O'sgan-ku ikkovi ham. Bu noto'g'ri qilayotgan bo'lsa, o'smaslik kerak-ku. Masalan, bittasi video qo'ygan, Ronnie Coleman bilan Jay Cutlerni qo'yganda, mana ikkalasi bir xil trenirovka qilgan, lekin hozir bunisi invalid, bunisi mana zo'r bo'lgan. Bular hech qachon bir xil trenirovka qilmagan. Jay Cutler o'zi aytadi, men hech qachon отказ trenirovka qilmaganman deydi. Men faqat shu mana lesinka, superset, объем trenirovka qilganman. Отказ umuman qilmaganman deydi. Ronnie-chi Ronnie aytadi, men dedi 1000 kilo dedi jim qilardim. Nimaga desa, chunki men qila olardim deydi. Ikkovi вообще boshqacha trenirovka qilgan. Lekin постоянный konkurensiya. Endi kim noto'g'ri qilgan? Yutqizgan postoyanni saqlaydi. Kim noto'g'ri qilgan bu yerda? Kim ayta oladi masalan noto'g'ri qilgan? Odam Jack mayapti-ku hozir. Lekin oxirida kim yutqizganini ham bilmayman. Endi formani olib qarasak, kimnidir xato qilyapti, kimdir noto'g'ri qilyapti degani o'zi noto'g'ri-da. Misol. Genetika degan narsa ham bor-ku, siz o'zingiz ham bilasiz. Genetikadan yutgan odam Genetika bor, farma bor. Ne demoqchimanki, mana xohlang siz объемni trenirovka qiling. Lekin gрамотный trenirovka qiling. Bizda musor hajmini ko'rdik-ku.
Siz xohlasangiz stimul beradigan podxodlarni 2 podxodda olishingiz mumkin, 10 ta stimul beradiganni. Xohlang 20 tada oling, 2 tadan har bittasida. Tanlov sizda. Roni bitta podxodda olgan. O'sha 5 ta qaytaruvdi, bo'ldi, ketgan, uxlagan, damini olgan. Jekatlar 20 tada olgan. Chunki o'zi aytadi, men откazga qilmaganman deydi. Faqat 15 ta sanab 15 ta 15 ta qilganda qachon charchasa ketgan. 20 ta podxod qiladimi, 30 ta podxod qiladimi, shunaqa qilgan. Lekin to'g'ri fikr. Men ham 2023-yil So'shkada imенно oyoqqa откazgacha ishlab, oyog'imni mingsib qo'yganman. To'g'ri o'lgancha ishladim. Miyamda shu oyoq kuni yaxshi dam olib, yaxshi uglevod yeb, настроение zo'r qilib, o'lgancha qilardik oyoq. Lekin oqibati nima bo'ldi? Operatsiyadan keyin skamyaga lisensiyani tushirib, hamda qiltilyapman. Hozir ham bor, shuna o'lmaycha degan. Balkim katler ham mayib bo'lib qolardi agar Ronida trening qilsa. Keyinchalik farmadan chiqqandan keyin bilinadi muammolar. Farmada borki hech narsa bilinmaydi. Hamma narsa chotib turadi, uverib turasa kimgadir nimadirlar gapirishi mumkin. Farmadan chiqqandan keyin u o'zining alomatlarini olib keladi. E'tibor berganimizda hamma chempionlardan farmadan keyin dardini gapiradi, musobaqalardan keyin gapiradi. Ungacha u Sog'liqni asrash kerak. Ha. Sog'liqni asrash kerak bo'ladi. Nima uchun sportdan ketdingiz desa, sog'lig'imni asrashim kerak deydi. Abdulla aka bitta video qo'ydilar, ximiklar hammasi qanaqadir ma'noda kasalsa, ko'pchilik nima qiluvdi-da, yo'q. Noto'g'ri tushunadi. Realda kimdir qoni quyuqlashib ketadi tez, kimdir jigari tez buzilib ketadi. Men bilaman-ki shunisi. O'zi biladi, o'zidan nima o'tayotganini o'zi biladi. Lekin masalan, menga har xil preparatlar mumkin emas. Jigarim tez buzilib ketadi. Akne toshib boshlaydi. Ha, akne toshib ketadi. Hamma narsani me'yorda ushlash kerak. Judayam ehtiyotkorlik bilan ushlash kerak. Ha, bir xil organizmlar bor, luboy narsa ham buzilmaydi. Akne ham chiqmaydi. Ular o'tadi kaybutda u zo'r, lekin uning tanasi shunaqa. mana shu xato boshlanadi. Kimdir solishtirmash kerak. Men qilyapman-ku. Nimaga? Ego yomon. Demak, значит, sen yomonsan. Chunki mana men qilyapman, menda o'xshayapti. Shunaqa narsalar urallar chiqmaydi akne. Tanasi o'zi turadi. Ha, chiqmaydi. Agar salgina akne chiqsa, bu ximik bu, jigar unday bo'lgan. Yana tangan ikkinchi tarafi yo'q. Hamma narsani normal qilsa ham, lekin sen terini o'zini kasallantirgan bo'lasan. Menda shunaqa bo'ldi. Hamma narsani normal qildim. Hammasi ham gormonlar, hammasi chotga, lekin teridagi o'sha muammo qoldi. Uning ustida o'sha dermatolog ishlash kerak. Yillar davomida. Oylar davomida, 1-2 oyda yechib bo'lmaydi. Oylar davomida akne shunaqa og'ir masala. Zaldagi tozalik. Даже men yangi akne chiqadiki, masalan, trenirovka qilasiz, pam keladi, qon yig'iladi-ki, o'sha akne ochiladi. Terlagandan keyin uning ichiga musor kiradi. U yana o'sha qo'zg'alaveradi. Даже akne tez lechit qilish uchun ayrim bir farmalardan olib tashlash kerak, trenirovkani ham to'xtatish kerak. Даже yotadigan joyini har kun almashtirish kerak, har kun toza qilib o'tirish. Akne shunaqa injiq masala. Ko'pchilik ham farmada turib ham akne lechit qilish harakatlar ikkalasi. Lechit qilib bo'lmaydi. Og'ir darajasi bo'ladi. Yong'oqda chiqadi. Ikkalasini birdan lechit qilib bo'lmaydi. 6 oy 7 oy vaqt ketadi akne lechit qilish. Endi massana borda aytganingizdek, shu toshib ketdi-da, bolda zaldagilar sen ximiyaga o'tib ketding, ximiya ishlatyapsanmi, hali bor deb. Shuni sushka qildim, tanam top-toza bo'ldi. Ha, uglevoddan-da u. Uglevoddan u. Tushunmaydi. Ko'pchilik masalan, natural chista yursa ham ayrimlar toshma toshadi, birdan aknega chiqaradi. Kimdirlar genetikasiga, mana ko'p doktorlar ishim tushganki, dermatolog oldiga boraman, ular aytadiki, teri qatlamida yog' ishlab chiqaradigan bez bor va har bitta odam. O'shanda genetik ko'p bo'ladi. Masalan, maktabda bo'lgan bo'lsang, sinfdoshlaring ko'rsang, yoshligidan ular farma qilmaydi-ku. Yoshligidan aknesi bo'ladi-da. Ma'qul, tadbiqotga boshlaymiz. Bo'ldi, boshlaymiz, давайте. Bo'ldi, endi erta qilamiz. Ha, o'zi cho'zib yubordinglar. Katta o'zi Hamza bo'ladi. Hamza o'zi bilmayman. Hamzaga duo qilamiz endi Hamzani faqat. Endi Hamza yetadi. Hamza, mana konkretni aytaman, proteinni olib tashlang. Go'sht yeyish kerak. Yog'li go'sht yemang. Ana steyklarni endi bo'ldi, yig'ishtiring. Bir oy qolganda steyk yedim odam. Rostida. Shashlik, mashlik, ko'chadan pishirilgan ovqatlar polni olib tashlang. Ha, protein ko'p yeysizda, o'shandan ham bo'ladi. Protein ko'p yeysiz. Musobaqasini
Yo'q, birinchi emas, ikkinchisimi? Diamond Cupda ham chiqqan. Chiqo'yingizmi ayni? Shuna chiqqanda, shuna chiqqan. Unaqa podgotovka bo'lmagan. Samarqandda. Ha, shu yerda. Biz juda xizmatda edik, men e'tibor bermaganman. Ko'p atlet edik-ku. Havasib ketdi lekin steykini ko'rib. Ya'ni sariyog'da pishgan steykda. Ha, ustiga ana bargchasini qo'yib qo'yibdi yana. So'ylasada men miyam qisib qoldim storiesini ko'rib. Nima bu desam, steak deb yozib yuboribdi bular. Ha, ko'rdim steakligini. Bitta qiladi, men ko'rib qilaman. Olib chiqilaversin. Bir ko'rsin. Shirachashlar. Lekin borib mana bola ochilganda, ko'rsam ko'zim kay qilyapti. Yeskim chiqib kelyapti. Ochilganda ana qarang, yelkalarini, palasalari bor-da. Sizda borki go'shingiz bundan ko'p, lekin siz sushkani yaxshi qilmaganingiz uchun как будто biz sizdan kattadek ko'rinib turibdi. Yaxshi ochilgan. Uglevod sizga borki yetgan. Bugun soat yetib keldi. Yo, yetgan, realni yetgan. Hop, bana hozir bugun ham yesangiz, suv bosadi. Ishonmasangiz bugun ham chiqamiz 500, bitta ko'rasiz. Hozir zo'rda, hozir bitta tonirovka ursa shuna chiqib ketsangiz bo'ladi. Oyoq endi bir martada qiyin ochilishi. Keyin sizlar kech keldinglar-da, masalan 2 oy kechda, hatto bir 4 oy bo'lganda edi, 0 dan o'zim sushkani boshlasam edi, asta olib boraydim. Bir o'zingiz bir harakat qilingiz, inshaalloh ochilib qoladi. Ha, bir oy bor, harakat qilamiz. Bir oy bor, harakat qilamiz. Men biroz Uglevodni nastroykasini oldim-da, masalan, sizga qancha kerak? Masalan, mana Husaynga kam bo'lgan. To'g'risida, Husaynga bir kecha bunga bir 600 midi sizniki? Ha, bugun kecha 600 edi, undan oldin 500 edi. Bunga bir 800 tiqishim kerak birinchi kunning o'zida. Serios? Insulin sal tupit qildi, riski katta uglevod kirganiga. Assalomu alaykum. Kam bo'lganda, kam bo'lgan. Endi hozir kun o'tdi. Hozir bugun ham qilsak erta suv bosadi. Men o'zimga bildim qancha kerakligini bo'ladi. Ha, Hamza? Rahmat, sizmisiz? Hozir bilan 10 sekund to'xtarovkada ushlayman masalan. Aka, siz qildiring. Переходlarni zo'r qilasiz-da, seriozman. Endi men o'z bizga tushunaman. Ha, shu aka. Katta farqi yo'q. Musobaqalar frontalni bilamiz, hamma. Sal ochilganmi? Yaxshi-da. Men Nurbekni ko'rsam kayf qilaman-da, gapi yo'q. Ancha ochildi-da, ancha ochildi. Bitta ko'zlardan bir-biringizga tegmaysizlar. Ketdi frontalni hozir. Ha. 1 2 3 4 Sal oldiroq. 6 Kut sal oldiroq, kut oldiroq. Ha, tikkaroq. 10 Двойной бицепс. Bir, 2 3 4 5 6 Kam nafas oling, kam. 7 8 9 10 Bir narsa e'tibor beringlar-da. Nafasi chuqur olmayman, turibsiz akamda. Kam. Chuqur nafas olsang, charchasdan keyin mana bu qo'rning o'ynab boradi sahnada. Bir xil kontrolda ushlashimiz kerak. E'tibor bering. Ochdikki, tepa bilan oyog'i bir-biriga qo'shishimiz kerak. Hozir oyna bor bu yerda. So'ng chiqmay qolsa, relifingni to'g'rilaysan. Lekin sahnada oyna yo'q. O'zing ko'ra olmaysan. Shundaysan, shirachayish ketdi. Oldik. Nurbek tikkaroq turing. Ha, tikkaroq turing. Ko'p yotib qolyapsiz-da, tikkaroq turing. 8 10 Сейчас. Aka.
Bu yon, ha, yon. Ko'k yoniq tutish kerak. Нормально? Hamza mana ko'taramiz misoli. Yelkani emas, mana qarang. Mana buni. Husayn burul. 1. Oyoq orqasi ishdan chiqib ketadi. 2. Mana o'rtasiga qo'y. O'rtasiga qo'yamiz. Bu oyog'ing mana buni ko'rsatish kerak, qara. Mana shuni, tushunyapsanmi? Qara. Mana bu yerni ushlab, oyog'ing borki, bu yoqqa buriladi, o'zing bu yoqqa burilasan. Tepani to'g'rilayapsan, mana bu ishdan chiqib qolyapti. Yo, teksin mana bu, teksin. Hamza teksin. Mana buni ber, mana bu ko'rinsin. Tushundingmi? Ketdi, Salima. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nuri itib harakat qil, mana bundan ko'tarilib ketmasin. Orqaga. Zadi. Двойной бит. Мощный ayol aka. 1 2 3 Arqaroq tasha. Dumani siqamiz. 4 5 6 oyoq ushla. Hamza oyoq ushla orqasini. 7 8 9 10 Press abdomen ties. Vakuum bormi? Vakuum poz. Zo'r. O'zingizni klassik pozalar yoki yoqtirgan pozalar oxirida. Hamza, amni tura olasam? Ha, grut slab ekanda. Atak buni ham tursa senga yarashadi, oyog'ing kattaki. Ham pastga ham oldi. Ham pastga ham oldi. Zo'r bitta chiqamiz. Sahnadagi pozingizni ko'rishimiz kerak. 1 minutlik chiqamizki, shova. Qaranglar, sizlar novice, bularga menimcha 30 sekund beradi, novice'ga. 30 sekund beramiz. Ha, novice'ga 30 sekund beradi, amatorga 1 minut beradi. Novice'ga hozir aytganlari savobli 30 sekund. Ha, bir o'zing chiqasan-ki. Chiqqaniz 30 sekundda. Ko'rsatib kirib ketadi. Ha, open 1 minut. Amator, Lubitlarda 1 minut, novichoklar 30 sekund beradi. Ha, o'tirib olinglar. Kim birinchi charchamaganmisan? Davay. Hamza bu yoqda o'tirib olinglar, skameykada. Sen chiqadimi? Husayn chiq. Sen chiqing, sizlar borku, mana perihodni ko'ringlar. Ya'ni hozir sizlar chiqasizlar, masalan uchun video tashlaganda ham shunaqa qilasizlar, ya'ni chiqasizlar, oyoqni qo'yib, qarab, keyin yo'q. Planni bu ketaversangiz, qo'yinglar boshladi. Bas ayab perihodlarni yapinglar. Bexol. Davay sahnaga chiqibsan. Hech kimga ishing yo'qda, sudyalar qarasa, u yerni kulib, xarizma bilan chiqasan, shu borni berasan. Ketdi. Harakat qilasan 30 sekundda shoshilmasdan borni ber. Ha, plus taraflaring ber. Hammasini berish shart emas, plus taraflaring. Oxirida ketdi. Shoshmasdan.
Bo'l. Ketdi ishla. Именно qarang, именно shunaqa bo'lishi shart emas. O'zingniki. O'zingniki, ha. Ketma ket. Siz bo'ldi, o'shani o'zi ham prinsipi. Qara, agar nimadir shovin tayyor bo'lmasa, o'sha o'zing borini beraverasan. Ha, bo'l, ha. Ketdi, ishlaymiz. Oddiyrog'ini qilsang, ha, oddiyrog'ini qilsang bro. Yaxshi. Yaxshi. Zo'r. Yaxshi. Zo'r. Hamza musobaqaga kam vaqt qoldi. Nimani ko'rsatasizlar yo'g'a borib? Ishla. Zo'r. Birdan sayt chas bilsang yaxshi edi. Yaxshi. Chotki. Hamza, bir haftaga bir marta zo'r bo'ladi. saychas shunaqa yarashadi, senga qila olmayapsan-da, oyog'ingni qo'y. Oyog'ing bor-ku, oyog'ing orqasiga qara qancha. Nimani qilmadingiz? Sezganmisan, bodybuilder oyoq qo'ygandan keyin mana ne qiladi? Nima uchun bilasanmi shuni? O'verin bo'ladi, qani chiqdimi yo'qmi? Prosta bunday qiladi, keyin ushlaydi. Ha. Bitta nimani qilaylik, bokovoy simmetriyani qilmadinglar. Ha, bumi? Yo'q. Bokovoy sayt. Hozir mana bitta poza qilasizlar. Поворот направо deydi-ku. Поворот направо deganda bokovoy simmetriyaga turasiz. Ha, qaraydi, keyin поворот направо deydi. Keyin yana frontaliga. Поворот направо, yana simmetriya. Поворот направо, keyin задний. Shunaqa aylanadi. Через bokovoy simmetriya eng ko'p qo'llanilgan poza bokovoy simmetriyada. Shuni ham qilish kerak. Qo'yish kerak. Uchalasi birdan qilaman, bitta qildirasiz. Uchalasi birdaniga bokovoy simmetriya. Davay, ketdi. Oyakda turasizlar. Bitta liniyaga, davay. Поворот направо, сразу. Поворот направо. Поворот направо. O'ngga. O'ngga, да. Вот так. Mana shunday. Sal nafas olamiz. Buni qarang, qo'lingizni. Mana bu barmoq tazga qarasin-da. Mana shunday qilamiz. Gavdani ko'taring. Gavdani ko'taramiz. Taz. Gavdani ko'taramiz, to'g'riga qarang. Voy. Bu yoqni sal yonga, vot sal yonga. Sal orqaroq ozgina. Bo'ldi. Kvadrini bor, kvadrini oching, ha. Shuning uchun biz sal yonga beramiz, oyoqda ob'yom bo'lish uchun. Ozgina yonga, ozgina. Qarang. Поворот направо. Turkiyada yotarlar bitta uraman, Assalomu alaykum. Qalaysiz? Rahmat. bitta uraman. Zo'r. Ana shu.
Ko't qisish kerak обязательно. Qo'lni sal ko'taramiz. Поворот направо. Qarang, yaxshi. Sal o'zingizni oldinga bering. Butun gavda bilan. Yo, engashmang. Engashmang, ozgina oldinga, xuddi cho'zilgandek. Ozgina oldinga. Tazdi ozgina. I oldinga. Mana shunday. Поворот направо. Frontalniy. Har safar turinglar. Har safar поворот направо deydi-yu. Misol hozir biz боковой simetradan o'tdik. Поворот направо deydi. Burilib sразу frontalniy stoyga turasizlar. Keyin pozani o'tini aytadi. Keyin pozani qilasizlar. Ya'ni Просто mana turmaysiz. yo'q. Sen burilgandan keyin pozingga turasan. Turdinglar misol uchun поворот направо deb burildinglar, sразу frontalniy turasizlar. Keyin pozani aytadi, keyin misol uchun keyin qilasizlar pozani. Okay? Постоянно turasizlar. Postoyanno poza. Ha. Pozada turish kerak. Eng ko'pi frontalniy poza bilan боковой simetra eng ko'p turiladigan poza. Постоянно turasizlar. Ketdik. Frontalniy. Nima sizga vakuum kerak ozgina. Chunki go'sht ko'p-ku, vakuum berib noziklashtirish kerak. Da sizda nabarot. Sizda go'sht kam, vakuum qancha ko'p vakuum qilsangiz, shuncha kichikroq qolaverasiz. Vakuumni kamaytirish kerak ozgina. Tazni oldinga olib chiqing ozgina. Ozgina turing. Ozgina turing. Da, ko'p keng olish kerak emas. Da, o'tda. Ko'p keng olmang. Siz go'sht kam-ku, biz ixchamroq bo'lishimiz kerak. Plotniyroq bo'lishimiz kerak. Kompaktni. Mana shunday. Unda sal ko'taramiz. Shunday. Ya'ni ozgina yelkani salgina da. Tepaga chiqib olamiz. Tepaga chiqib olish kerak. Shunday. Chichak, yana chichak. Agar vakuumda qiynalganingizda shaxmat bitmasdan turadi. Ha. Поворот направо. Qaranglar. Hozir qarang, bitta qarang. Поворот направо frontalniy bor-ku, misol uchun bu tomonga ochilishimiz kerak, ha? Oldin frontalniy qilib olib, keyin burilamiz. Tushundingmi? Mana bokovga turibsizlar, sudyalar bu tomonda. Da, frontalniy qilyapsizlar-ku, xuddi o'sha frontalniyni qilib, keyin burilib olamiz. Frontalniy qiling. Yo'q. Oldin frontalniy qilamiz, keyin burilamiz. Burilamiz. Bitta sal chetroq turing. Qarang, gavdani ko'taring, mana buni ko'taring. Endi shu turish sal oldinga, butun gavda bilan. Tushunyapsizmi? Xuddi oldinga ko'p bo'lib ketdi. Вот всё. Ana shunday. Simetriya bo'ladi-da. Ko'rinmayapti. Sal. Bo'ldi, to'g'riga qaraymiz. Yo'q, hozir yaxshi, bo'ldi. Havoni chiqarib buni yoqishimiz kerak, havoni chiqarib. Kam nafas olamiz. Поворот направо. Frontalniy. Dumbani yoqish kerak lekin. Dumbani yoqish kerak. Yo'qdi. Sen oyoqni sal yaqinroq qo'ysang bo'ladi. Salgina. Tak. Siz tizani ko'p tushmang. Da, siz
Nurbek, siz borki iloji boricha tik poza qilishingiz kerak. Ya'ni yonga ochilib ketsa, yo'yilib ketasiz. Iloji boricha tik qilavering. Qancha oyog'ingiz tekis bo'lsa, sizga shuncha yaxshi. Vakuumni ko'p tortish kerak emas. Yana ham kichik bo'lib qolasiz-da. Okay? Barmoqni qaranglar, mana bu barmoq qilyapsizlar-yu, mana shu barmoqni taziga mo'ljallanglar. Ya'ni mana bunaqa bo'lib qolishi ham kerak emas, bunaqa ham bo'lib qolishi kerak. Примерно taziga mana. Mana. Buni ochganda taziga tegadi. Примерно shunday. Mana shunday. Ancha balandroq. Mana shunday. Charchamadinglarmi? Ha, charchadinglarmi? Dam olamiz. Eng ko'p qilinadigan poza shu. Sizga suvni tortib ketganda ichkariga. Normalniy. Eng ko'p qilinadigan poza shu. Hamza yaxshi tepani quritish kerak-da, lekin oyoqni ham quritish kerak. Sizda oyog'ingiz mana bu sechka bor-ku, mana bokovoy sechka. Поперечный sechka. O'sha bo'lish kerak-da hamma joyda. Bu zo'r qurigan. Oqillarga kelib oyog'i ham ochiladi aka. Nasib. No tepa maksimum примерно shu tepa. Oyog'ing qarada. Endi yog' yana kamayadi. Hamma pozitivda shunaqada, kimdir oyog'i ichi kattaki, kattaroq ishlaydi. Oyog'ing ichi maydaki, iloji bo'lsa sal mayda. Hamda qilib turibsan-ki, mana bunday turibdi-da. Yo'qolib qolyapsiz. Dozvorchi mana aytgan sal yopishga harakat qildi. Mana bu mos maskalar bor-ku, bir xil bunday qiladi. Go'shi ko'p bo'lsa bunday qiladi. Go'shi kam bo'lsa sal bunday. Misol men bunday qilaman. Siz bor-ku, siz mana bunday qilsangiz ham bo'ladi. Mana bunday qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni sizda go'sht kam bo'lgandan keyin siz ixchamroq bo'lishga harakat qilishingiz kerak. Chiqarib olmadim. Chiqarib olmadim. Hamma o'zini tanasiga qarab Moslashish kerak-da. Moslashish kerak-da. Kimdir go'sht ko'p bu yarashadi. Misol hozir agar bunday qilsangiz yo'q qolasiz. Zichroq ushlash kerak o'shani. Misol bir xillar bor, mana bunday qiladi. Chunki endi go'sht shunga mos. Undan kattasiga yetmay qoladi. O'sha oyoqni ham keng ochish kerak emas-da. Iloji boricha tikkaroq pozирование qilavering. Tikkaroq. Ana shu bir oy yeyishing kerak, akkalarni qilishing kerak, sabr qilishing kerak. Borda alam qiladi-da, shuncha joydan borib, buncha go'sht bilan yaxshi o'rin olmay qaytib kelsa. Fazirovka qilish kerak. Ancha-muncha ximiklar yo'qmi? Ha, yo'q. Fazirovka qilishing kerak. Oldindan zo'r dvoyni bit surmamında backward press berolmaydi. Sen musobaqada qanday bar berishingni bilasanmi? Misol kimdirdan buni yutishing mumkin, buni yutishing mumkin, mana bunda yutqazib qo'yishing mumkin. Yoki ovqatni yutqazib qo'ysang, o'sha ketdi. Aytishing mumkin, men zo'raydim deyishing mumkin ekan. Har xil pozada boyib qo'yasan. Hammasi zo'r bo'lishi kerak. Hammasini Bitta bo'ldi. Bitta pozani berasiz bo'ldi. 5 tur. Ha. Keyin o'tirasan, men zo'raydim deysan. Chunki har kun oqshom qilaverish kerak, qilaverish. Qayta. Bu hali ham sizda tajriba ko'rsatasiz-ku, qotib qolar deysan muskullar. 3 kun oldin ketadi musobaqa, o'yraga turardi, davay. Kislorod yo'q, katta muskul. Qancha qilaverasanki, muskullaring shuncha joylashaveradi-da. U shahnaga ketib o'zi nima qiladigan bittalar bilasan. Tuppa ochiladi. Refleks bo'lib qoladi-da. Ha, refleks bo'lib qoladi. Sahnada oyna yo'q-da. Ha. Qanday turibdi ko'rmaysiz. Sudyalar ko'radi. Keyin charchaganingizdan keyin qo'ya olmaysiz. Ular qonun qo'yadi. Qanaqa O'zbekistonda biz oldiga chiqib olib, oyoq qo'yib, uni qilib. Ha, u yerda yo'q. U yoqda menimcha bo'lmasa. Yo'q, u yerda yo'q. U yerda yo'q. Qo'ymaydi unaqa qilgan. Bizadagi yotib olib sahnani tagiga oyog'i endi yo'q. U yerda yo'q unaqalar. Tomog'im bo'g'ilib qoldi aka. Abbosni olishyapti-ki, tepa ushlagan oyoq berilyapti. Abboscha turibdi-ki, bo'ldi, ko'rdingizku? Ha. Tepa bilan oyoq bir xil ushlab turibdi-da. Bu
bo'lmasa o'zi hayotda ikkalasini ko'rasizki, elbek uni kattada. Yoqolmaydi biroz. Tursi kirganda hamma narsa bilinadi. Bitta krug bosamizmi? Конечно, doim bir turib. Tikkaroq Nurbek. Uverni turing, просто tikkaroq, просто turing. Ha, просто. Hamza. Jitti sal oching oyoqni. Zo'r. Oyoq ushlashga harakat qilyapman oyoqni. Oching. Yana ozgina. Bo'ldi. 5, Bo'ldi. 6. Oyoq ushla. Vakuum ham shart emas. 8, 9, 10. Направо. Tezlashish kerak, 1, 2, 3, Yana ham oldinroq Nurbek. 5. Hamza backward press. Qovon chiqaring. 6, 7, 8, 9, 10. Направо. Ochamiz. Frontalniy. Frontdan, давай. 1, 2 dumman qisamiz. 3, 4, 5, Husayn qo'l sal balandroq. 6, Tirsakda sal balandroq. 7, 8, 9, 10. Направо. Nurbek oldinga. Ha, orqaga yotib olyapsiz. Press. Zo'r. 1, 2, 3, 4, Zo'r. 5, 6, Hamza qo'llarni ozgina ko'taring. 7, Narigisini ham ana shunday. Ana shunday. 9, 10. Birdan frontdan turasizlar. Ha. Frontdan turasizlar. Двойной бицепс. Da. Двойной бицепс. Ketdi. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, Nurbek ikki yonga itaring oyoq bilan. 7, 8, 9, 10. Направо. Чапоров. Hamza backward press ishdan chiqadi. Voh, shunday. 1, Qo'llarni ko'taramiz. Hamza qo'llarni ozgina. Orqasini ham. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sadi, go'yda bisiz. Sal chaqar oldim, mana siqamiz, oyoq ushlaymiz. Sal ushlayib boqib, bir ko'zdan shunday hech narsa. Shunday. Pastga bosing. Sal chaqar ol, Hamza. Davay, Nurbek sal tikkaroq turavering, sal tikkaroq. Ana shunday. 3, 4, 5, 6, Yana ochib oldi lokitni. Lokitni yana ochib olyapsiz. Ko'p ochmang. Ana shunday. 8, 9, Ochmang, ko'p ochmang, ochib olyapsiz. направо. Ana shunday. Front. Siz zichroq qilishingiz kerak, Nurbek. Zichroq, pozalarni zichroq qilishingiz kerak. Keng yo'q. Yo'qolib qolasiz. 4, 5, 6, Ha, bu yaxshi chiqyapti sirasi. O'sha moslashayapti. moslashadi. 8, 9, 10. Buni Frontdan давай turamiz резкий. Shirachayish. ham chiqib ketganlar. Sperdi. Tikkar. Oyoq qarang, oyoq. Siz mana shu qo'lni sal pastroq bering. Sal pastroq. 2, Pastroq. Ana shunday. Kecha pastroq. Mana shunday. 5, Tepa qilsang yig'ilib qolyapti. 6. Sal pastroq. Oyoq sen 7, 8, 9, 10. Направо. Biceps, tritsepslarni. O, Hamza backward press. 1, 2, 3,
4, 5, 6, Tirsaydi o'zini. 8, 9, 10. Shiracha güzel. Chanchaqroq siqib ochamiz sirkani. Abo. Oyoqlar yaqinroq Nurik. Ana shunday. Dumas Hamzat. Nurbek ko'p yotmang. Ko'p yotmang Nurik. 4, Tikkaroq turavering. 5, 6, Ha, ana shunday. 7, 8, 9, 10. Hamza qanoting bor, ocha olmayapsan. Направо, давай. Nurik bokovoyga tushib oldi. Bokovoy simetriyaga tushib oldi. 1, Oyoq dumba, Hamza, oyoq dumba. Dumba. 5, 6, 7, qorin kontrol qil Hamza. 8, 9, Bokovoyda Nurik uryapti buni. frontalni turdi. Frontalni turdi. Qarang, keng turib olasiz. 120 kilolik atletni turib olasiz. Zichroq turing, plotniroq turing. Ixchamroq. Qaysi pozitsiyaga qo'yaysiz? Sal ko'taring. Epsintay. Hozir epsintay qilsin, keyin biceps triceps qildiramiz. Side chest, side triceps. Давай. Hamza shoshilmasdan. Side chest bilan side tricepsni sudyalar aytadi. Anaqa qaysi tomoni yaxshi chiqsa o'shani qil deydi. Tushunyapsizmi? Kimda chap, kimda o'ng o'zingizlar qilasizlar. Qaysi biri yaxshi chiqsa o'sha tomonni qilaverasizlar. Zo'r. Qaraymiz. Ko'p ketib qolmasin. Nurik, oynaga qarang. Ko'ryapsizmi? Sal o'sha yerda sal jicha yoping. Beram ochiladi. Qandaydir balans bo'lsin-da. Ya'ni siz mana buni yopaman deb bu yoqqa o'tib ketib qolmang yoki buni yopaman deb bu yoqqa o'tib ketib qolmang. Ikkalasida balans bo'lsin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Направо. O'zi zich tursangiz yarashadi-da. Zichroq tursangiz yarashadi. Frontalni turdi. Qaysi pozitsiya? Triceps. Power. Frontalni o'tadimi? Поворотdan направо o'tadimi? Yo birdan triceps qilamiz. Yo'q, triceps aytadi srazi. Side triceps deydi, kim xohlasa o'sha tomoni bilan ketadi srazi. Frontalni turasizlar, triceps deydi, kimdir o'ngga ketadi, kimdir chapga ketadi, farqi yo'q. Havoni chiqaramiz. Sal bokovoy bering, bo'zdi. Mana sizda mana bu qo'l ketobdi orqaga bor-ku, naborot bu qo'l oldinroq chiqsin. Ha, tushundingizmi? Bu yoqqa ketib qolmas, naborot bunga ketsin. Ko'p bo'ldi, ozgina. O, bo'ldi. Qo'lim qara qanday ketib kelyapti. Mana shunday. 7, Oynaga qarang. Oynaga, Nurik oynaga. 9, 10. Svobod. Qaysi pozitsiya? Epsintay. Press. Endi o'zi qo'ygan, ha? Yo'q. Pressdan ham qaranglar. Ham press, ham oyoq, hammasini ushlaylar. Hamma qo'ymaylar. Cho'tib turinglar. Davay press. Ana shunday ushlaymiz. Oxiriga keyin ozgina vakuum bersak bo'ladi, oxiriga. 4, 5 dan keyin ketdi vakuum. Ko'pmas Nurik, ko'pmas. Ko'taring. Bo'ldi. Oyoq.
Yo'q. Ishlaymiz vakuum poz. Yaxshi plastik poz. Favorite classic deydi. Kimga qaysi yoqsa? Bitta buni da, keyin birdan aylantirib buni. Klassический poza. Klassический poza bolalar. Bilmasanglar, ko'rib klassический pozalarni o'rganib olinglar. Mana bu bor, Arnoldniki bor, misol uchun 3-4 bor, qila olsanglar. Misol, mana bu ham bor-ku. Shuga kiradi. Sanda misol mana shu zo'r-ku, shuni bersa ham bo'ladi. Kimda bu zo'r? Menga nima deysiz? Qaysi kerak? Ko'rishing kerak, estetikni qaysi sanda o senga yoqadi. Misol mana bu senga to'g'ri kelmaydi. Qanoting tagidan emas. Mana shuni bersang bo'ladi, misol agar yaxshi qilib olsang. Shuni birodi ham emas, mana shu pozalar tushunmayman. Birodi ham emas. Agar shu yoqsa, shuni ustida ishlashingiz mumkin. Misol men Hamzaga aytardim, agar misol buni oyog'ingiz zo'rku. Masalan, bilmayman-da, tashqi ko'rayotgan odam bilishi mumkin. Shuning uchun har bitta odam o'zini videoga oladi, har xil narsalar ko'radi. O'zingga yoqqanini ko'rasan-da, tushunyapsan? Ha, pozirovka klassikaga Ha, oyoqlar o'zgartirdi. Faqat mana u nimada sudya baho beradigan pozi bor-ku, o'shani qaytarmaylar jelatinni. Boshqacha narsa qilinglar jelatinni. Bu Jelatinni boshqacha narsa qilinglar. Standartniy pozalardan tashqari, mana shu qilganlaring yaxshiroq. Masalan, shirachach speridi sudyalar uni ko'rdi уже. Sizlar sen yoqtirgan klassik pozani qilgin deydi-da, your favorite classic pose deydi. Sal boshqacha ko'rishni xohlaydi sudyalar. Standartniy pozani qilsanglar, bo'ldi, понятно, уже qaramaydi sizlarga. Tushundingizmi? Boshqacha poza qilsanglar ko'radi. hozir yaqinda bittasi qilib qani e'londa o'tirib nimadir qildiki. Klassik pozda. Men bo'la siz men nimaga ham chiqaman, Lyubitilga ham chiqaman deyapsiz-da. Lyubitilda 1 minut svobodni beradi. Pro. Ha. Lyubitillarga ko'rasiz, Lyubitilga chiqsangiz, Lyubitil bolalarning hammasini svobodniy programmasi bor. Muzikalar bilan, bir nimalar, короче, teatr qilib tashlaydi. Pozalar, go'sh boshqacha bo'ladi-da. Ular уже уровень boshqa. Agar ular bilan sudyalar qandaydir ko'zini ilaman desangiz, klassik pozalar bo'lish kerak bitta ikkita baribir. Charchadinglarmi? Tanasi suv bo'liq bilinyapti. Ha, u. Tillagan ikkalasi. Bu yerda hech narsa emas, sahnada terlaysanki, ana u yomon minusga olib keladi-da. Pishdi-da уже minus. Go'sht zo'r bo'lsa ham, Ha? Tortgan sababi sen ko'p pozirovka qilmayapsan. Qilyapsanmi? Mamne. Skan bo'lib, yegan Umuman tuzmayman bu. bugun ozgina kartoshka. Hayır, bo'lishi mumkin. Men aytmoqchi bo'lganim, pozirovka o'yda mana qilasa chiqib ketasan, turishing sanashing kerak. Ama bir de hozir qiynaldingki, ana undan keyin sen cho'z qilingda, o'yda sen bunaqa pozirovka qilmagansan. Sanab qilding. 10 sekunddan ushlab. Ana o pozirovka deyiladi. 10 sekunddan ushlasang, ana o charchoq bo'ladi. Ushlash kerak har bitta pozirovkada. Moslashasan-da, turasan. Sahnada mobodo ikkita ushlang bir xil bo'lib qolasanki, ushlab turaveradi. Agar o'sha yerda sen kuchi yetmasang, o'sha yerda o'zingni davat saqlasan. Hozirdan tayyor bo'lishing kerak. Qo'ydiki, bayachlar chopib, dixalisini ochadiki, boyda charchamasdan urush qiladi yoki oxirida yutadi. Bu ham xuddi shu narsa, pozirovka moshchi turishing kerak. Qilaverishing kerak. Bir soat kech qolib telefon pashalama, video qo'y, muzika qo'y, kayf qilib, pozirovka qil. Mazza-ki, formang zo'r bo'lib qilaverasan har xillarni. Masalan, o'zing yoqqanlarni videoni ko'rasan, yana qilasan, dam olib charchadingmi, yana qil. kam bo'lganda. Bir xillari formasi unaqa zo'r emas. Kam bo'lganda. Shunaqa pozirovka qiladi, yutib ketadi, bilasan? Hali bordi, kam bo'lganda. 8 tiqishim kerak ekanda o'sha birinchi kun. Qurib qo'yganda, Ha. Hali borda to'lmay qolgan. 6ga tushdi bu qizlar. Yo'q, bir xil pachti. Bir xil pachti, ikkovlariniki pachti bir xilda. 6-7, 7-2 shu atrofda. Pas jostki, tekisal tepa jostki. Nima? Buni pas juda jostki, tepa jostki. Bu общий жесткий. Menda
Ha, bu общий жёсткий. Yo'q, buni go'shti ko'proq. Go'sht ko'proq, uglevod kam bo'lganda yana ham qurib qolgan. Tushunyapsizmi? Boshida shunday bo'ladi. Keyin to'lishni boshlaydi. Birinchi kun, 2 kun ketgan-ku, ship o'ziga olgan. Как будто bir kichkina deb qolgan. Ko'proq berish kerak. Tortadi. Bitta urgan bo'ldingiz-da? Ha, shu ko'rib oldik-da. Sizniki borganda sizniki tepa zo'r. Pastni faqat pastni quritishimiz kerak, tepa bo'ldi. Hozir shuncha qilgan mehnating yo'qqa ketib toza bo'lib keladi. Yo'q. Uglevod ko'p bo'ldi sizga. Ortiqchasi suv berib yubordi. Молочный produktlar iloji bo'lsa olib tashlab quruq ishga o'tdi. Faqat qilishing Men kerak. uni o'zim bilaman hali. Biza O'zbekistonga chiqmayapmiz, shuncha niyatlar qilib, qancha pul xarajat qilib borasizlar. Bir oy qiynashing kerak o'zing. Shuni borasizlar-ku. Sahna orqasiga zagar urishga o'tasizlarga, shuni ko'rib chust qilish kerak-da o'zi. Biladi ish kerak. Qaysi kategoriyaga? Novichok, nechi? Ha, bu, o'zi sinadi. Formani ko'radi. Chota menga non yo'q ekan bu yerda deydi-da, xayolida. Bodybuildermi? Klassik. Ha, klassik. Hammasi klassik. Buniki hozir 70 nechi? Ves 76 emasmi? Sal kamayapti. Kuch kirib ketamiz. Ketish kerak. 3 kiloda 4 kilo ketqizsa bo'ladi, lekin qiynalib qoladi-da. 3 kilolar ketqizsa bo'ladi. Yo, go'sht ketib qolmasin deyman-da. Yo'q, qanaqadir planda pesta chiqadimi yo farqi yo'qmi? Nechta tayyor bo'lsam? Nechida tayyor bo'lsa, endi bu lotereya bu endi hozir bu ahvoli. Baribir hozir qancha ves qo'shildi? Husayn sizda qancha ves qo'shildi? Ha? Ko'rdingizmi? Yeb o'rganda. Sizdachi? Bol kelmas kiradi. Yeb o'rganda o'ziga tortavergan. Agasinizda boshqa ish yo'q. Yeyiladi, poza, dam. Ha, hali yo'q ketadi, ertalabdan suvda ichaman. Yaxshi. Mana shu quruq Ancha yaxshi. Ochiladi hozir. Mansafasi. Quritamiz. Hamzani quritamiz. Oldiga tezakni. Ya endi Husaynga emas, Husaynga ham men oldida turmayman. Keladi, qildiraman. Bu o'zi uyda qiladi. Ana telefoniga qilib, har kun 1 soat qiladi. Qilinglar-da sizlar. Bitta narsani tushuninglar, trenerlar uchun chiqmaylar, o'zingiz uchun chiqing. Siz o'zingiz uchun chiqing. Sen siz ana o'qimang. Men kichkina o'qib qoldim deb siqilmang. Sal to'lmagansiz. To'lmay qolgansiz. Hozir Hamza bir 3 kilo ves tashlash kerak. 3 zo'r bo'ladi. 3 kilo suv ham qarang, borda terlab ketyapsiz. Ular quruq turibdi. Bular ham charchayapti. Faqat chiqishga suvni o'zi yo'q. Hammasi kirib ketgan mishsancha. Bizda suv turibdi hali. Yuzingiz примерно senga o'xshash kerak-da, yuzingiz. Qarang, tumdamaloq yuzingiz. Mana o'zi pazirovkadan ma'lum, stilga Qiynaymiz. Chiroyli qiynaymiz. Unaqa bespashadniy emas, chiroyli qiynaymiz. Trenirovka dakansa qilinmaganda, trenirovkada sachkovat qilgansiz. Katta ko'p zapas qolib ketgan. Ya'ni mana predel bo'lish kerak-da. Mana bu hozir bular predelga yaqin, ya'ni o'zini imkoniyatini chegarasida yuribdi-da trenirovkada. Sizda qaysidir mashqda atkazgacha borgansiz, qaysidadir bormagansiz. Mana shunaqa yumshoq trenirovka bo'lgan. Bir, keyin pitaniyada xatolaringiz, mana bu go'sht, ko'chadagi shashliklar, yog'li go'sht, protein ko'p ichasiz. Kerak emas, protein ko'p ichmang. Tuna, agar bo'lsa tunets, go'sht, tovuq har xil pishiring. Kam qoldi-da, ozgina chidaysiz, iloji yo'q. Yaxshi ketqizadi, yo'qdi, yaxshi ketqizadi. Protein yo'qdi, ketqizmaydi. Kirdi, ketdi, bo'ldi. To'g'ri, endi oqsilni hazm qilish uchun 30% kaloriyasi o'ziga ketadi deymiz-da. Lekin go'sht kerak bizga. Men bilmayman bu nima bilan bog'liq, lekin odam go'sht yesa formasi yaxshi tayyor bo'ladi. Quruq protein ichib, sut ichsa, unaqa bo'lmaydi baribir. Jo'skis bumi? Qaytarga qilyapsizlar-da. Xo'sh, bu narsa
kitobda yozilmagan bo'lishi Ha. mumkin, lekin bu Praktikadan o'tganda. Jostkis bo'lmaydi tanaga. Go'sht yemasa. Bekor professional ximiklar ham to'poy emasmi? Misol buni olib qaraganda. Ular ham to'poy emas. Nima uchun nimadir sabab bo'lgan mana shuni olib tashlash. Ne только O'zbekiston emas, chetdan shunaqa. Faqat ko'rgansan bironta pro atlet tvorog yegan. Nimadir biladiki uni yemaydi. Tuxum yeydi, go'sht yeydi, tuna yeydi. Nimadir biladi. Protein ham ichmaydi. Qay O'zbekiston, qay desam misol bilan bilmadim, lekin Rossiya misolan qancha qumishlar ekan. Misol meni ham biror marta yozib yemagan tvorog. Iloji bo'lsa yeyman, chunki zuziya bu oshqozonni nimadirlar o'tkazadi agar kletchatka bilan ko'proq yeyotsa. O'shuning uchun faqat go'sht. Shu kontrol qiling, pitaniyani kontrol qiling. Trenirovka. Stiyamiz ekan. Ha, protein to'xtating. Полностью protein to'xtating. Tvorogchi. Kerak emas. Faqat go'sht. Ha, faqat go'sht. Чистый go'sht. Go'sht, tuxum. Bir haftada Ko'rku. O'sha boshqa narsa bo'ladi. Yog'lar ketadi, suvlar chiqadi. Badan quruqlashadi. Mana qarang mana. Просто endi kamera buni olib bermaydi. O'z ko'zingiz lekin ko'radi-da. Mana badan qarang qanday tekis quruq. Bilasizmi? Tekis badani. Sizda unday emas-da. Go'sht bor, lekin ustida xuddi plyonka bordek. Go'sht yopib qo'ygan. Ha, yopgan plyonka bordek. O'sha sut, suv, ozgina yog', ana shu yopib turaveradi. Ko'z ko'radi-da bu narsani, kamera ko'rmaydi. Siz menga video tashlaysiz, video qanaqa formatda keladi, qanaqa kачествоda keladi. Zo'r. Lekin men bunaqa yo'q o'ylamadim. Oyoq ham hali xudo xolasa ochiladi. Birinchi kursiz ko'rdingiz, yaxshigina ochildi. Pastlarni ochildi. Ertasi kuni yana Suv berib yubordi-da, o'sha sizga uglevod ko'plik qildi. Suv berib yubordi o'sha. Shunaqa bo'ladi. Kimdadir shunday kam, mana bunga kam bo'lgan, sizga ko'p bo'lgan. insulinni shunaqa deyman. Bunga пока непонятно, chunki yog'i bor, hali непонятно, shu terilayotibdi, непонятно. Shuning uchun bu borni desa bu odam o'rgana oladi. Borni demaydiki, o'rganish qiyin. Quyida chiqqandim, trenirovka qilyapman, trenirovkadan chiqib registratsiyaga ketyapman, registratsiyadan chiqib keyin загрузка boshlayman. O загрузка ertaga effekt beradi-da, musobaqa tugagandan keyin. Lekin ustoz soat bo'lishdim-da bir kundan bo'lsa. Bo'lishasan, relif yo'q bo'ladi. Ha, u uspet qilmaydi-da kirishga. Borib uxlaydi odam, yotadi, kechasi bilan chiqmaydi o'ziga oladi. Ertalab shunda uyg'onasiz, u mamnun bo'ladi. Tarrang hamma joy. Ha, men fizikim olib ketdi. Tarang bo'ldi. Hafta ochilyapti. Bugun uxlab turib, ertasi kuni загрузка berishim kerak. Kechqurun miyasiga urgan, non bilan kolbasa, bir to'g'ri qulmiga yegan, ertalab turibman. Forma borki, 2 hafta axiga qaytgan. Nima qilinsa hech narsa deyapti. Shunday miyam ushlagan, man Nima noto'g'ri qildim? hamma narsani yozib kelganman aka. Ha, aka shunaqa stressga tushdim. Nima deganda, men arqamdan aka Farg'onaga qancha bolalar keladi, chempion bo'ldi. Padeshka qilamiz. Farg'onamiz o'g'liga qarang. O'tiribman shunday. Nima bo'lyapman? Tushunmadim. Bitta narsa hayolimga kelyapti, yotmagan hisobga tana suv yig'gan deb o'ylayapman. Boshqa aytmayapti menga. Na загрузка berishim bilaman, men bilmadim короче. Nima qilib bo'lsam uyqu dori yotqizib, machiyon berib, sal bo'lib, masalan, u vobshiz bo'lib chiqish kerak edi. Musobaqalar o'tdi, o'rin oldik. Yo'q ekan, bir haftadan keyin albatta mana Bardaki akamga kulgi qilib aytib beribdi, shu narsani yedim deyapti. Gaplashmadim. U chirchiqqa keyin siz chiqqanda, Chirchiq nima bo'lyapti, qarang. O'sha bizlar planimiz Chirchiq yo'q edi aka. Biz farmon to'xtatdik. Farmon to'xtatdik. Agar plan bo'lsa edi, to'xtatilmaydi. E'tibor berganmisiz, joz unaqa chiqqanda emas edi. O'z boshiga загрузка ham qila olmagan organizm. Chunki kichikroq edi. Korotkий efirdaki bizlar. Korotkий efir ertasi ishlamaydi o'sha. Biz bir hafta oldin o'sha farmon to'xtatgan edi. Уже pustoy bo'lganda u. Ha. Aloqalar ham suv to'lishlaydi. Sen bekor chiqding. Ha, o'sha payt aloqamizga endi gapirmadi. Hammasini undan tashlab. Men ham urdimmi? Bir hafta oldin ketib undan qolyapman, har bitta narsasiga qarayapman. O'zim o'yimdan apparat olib ketganman, olib ishlaydigan. Bir kun qolganda shu ish qilish mumkinmi? Odam yeb qo'yish mumkin. Bunday mana g'ishcha bilan terasda. Bir kun ertasi kun sahnaga chiqish, shu taroziga ketishimizga shu ish bo'ladi.